Ushbu ayolimizda sut bezi raki aniqlanyapti. Qaranglar, sut bezi rakini o'zidagi ko'rinishi bu. Bundan tashqari yana boshqa patsientimizda yana buni infiltrativni, отечный infiltrativni turi aniqlanyapti. Mana qaranglar, sosokka qarab o'sib boryapti. Menimda o'sib sosokka qarab, buning natijasida sosok ichkariga tortilib, apelsin po'chog'i, limon po'chog'i ko'rinishini oladi. Ya'ni sut bezida sosok ichkariga tortilgan, bosib ko'rganimizda qattiqlashish holatlari aniqlanadi. Ko'pincha bu holat ayollarimizda erta davrlarda og'riq bermaydi. Keyinchalik limfa tugunlarga tarqalishi, mana bunday holatlarga o'ta boshlagandan keyin, teriga qarab tortilgandan keyin og'riq sezadi. Qo'ltiq ostida, ko'krakda og'riq seza boshlaydi. Sut bezi rakining riski baland bo'lgan holatlar bular: 40 yoshdan oshgan ayollar, uzoq vaqt gormonal preparatlar, kontraseptivlar qabul qiladigan ayollar, irsiy holatlarga ham bog'liq, ko'pincha bu nasliyetniy faktorlarga ham bog'liq deb topilgan. Bundan tashqari semizlik, stress, kam emizish, ko'p abort qilish. Aziz ayollar, sog'ligingizga befarq bo'lmang.